Ularning nasihatlari 10 o'gitga bo'lingandir. Ularning har biri xuddi uyning ustuni kabi oilani mustahkam ushlab turadi. Qay biridir sinib ketsa, dars ketsa, bu uyda turmoqlik xavflidir. Keling, mana shu 10 o'gitga quloq tutamiz. Birinchi o'git. Qanoat sohibasi bo'l. O'z holingga shukr qil. Ya'ni ering uyga nimaiki olib kelsa, u xoh yeydigan, xoh kiyadigan narsa bo'lsin, xushfe'llik bilan qabul qil. Eringga tashakkur aytib, xushnudlik ko'rsat. Zero baxtli hayot kechirmoqning bir yo'li o'z holingga shukr etmoqlikdir. Ikkinchi o'git. Eringga itoat qil. Qil degan ishlarini qil, qilma deganini qilma. Ya'ni ering bilan suhbatlashganda, muloqotda bo'lganda itoatli bo'lishingni, uning so'zlarini odob bilan tinglab, ado etishingni, sening so'zlashib quloq solishingdan tushunib oladigan bo'lsin. Agar shunday bo'lsang, Alloh taolo sendan xushnud bo'ladi. Uyingiz saodat nuridan porloq bo'ladi. Uchinchi o'git. Eringning ko'zi tushadigan joylarga yaxshi e'tibor ber. Ya'ni uyning ichini, tashqarisini nihoyatda toza tut. Shunday qilki, hojangning ko'ziga bir chirkin yer ko'rinmasin. To'rtinchi o'git. Ust-boshingni toza tut. Ering faqat xushbo'yni sezsin. Dimog'iga yomon hid kelmasin, chunki yomon hidlar ering ko'z o'ngida sening obro'yingni tushiradi. Sendan irganishiga sabab bo'ladi. Shuni yaxshi bilginki, tozalik va zaiflik eng yaxshi narsalardir. Inson ko'ziga xush ko'rinishlik shular bilandir. Beshinchi o'git. Ovqatni vaqtida tayyorla. Ya'ni ovqatlanish vaqtini hech qachon kechiktirma. Ering qachon ovqatlanishga o'rgangan bo'lsa, o'sha paytga ovqatni tayyorlagan. U kelishi bilan darhol dasturxon sol. Shuni yaxshi bilginki, ochlik insonning tez jahlini keltiradi. Oltinchi o'git. Uyqu vaqtini, uyg'onish paytini yaxshi bilib ol. Ya'ni, uning uyquga yotish payti bo'lsa, o'rnini tayyorlab qo'y. Zero, uyqusizlik insonni xafaxon etadi. Asablari buzuq, xafaxon odamlarning ehtirosi muhabbatini asta-sekin so'ndiradi. 7-chi o'git. Hojangning moli va ashyosiga juda e'tiborli bo'l. Ya'ni, hojangning mol dunyosini yaxshi saqla. Ashyolarini avayla, muhofaza qilgin. Chunki uning mol dunyosi senikidir. Erning mol dunyosini isrof etmaslik, ish bilish va qadriga yetish demakdir. Eringning qarindoshi va yaqinlariga hurmat ko'rsat. Ya'ni, hojangning qarindoshlari va yaqinlariga hurmat, hojangning e'tiborini qozonmoq demakdir. Ularni hurmat qilish, hojani hurmat qilish demakdir. Bu esa qadr va e'tibor qozonishdir. 9-chi o'git. Eringning sirini boshqalarga aytma. Ya'ni, eringning ba'zi sirlarini bilgan vaqtingda ehtiyot bo'lib uni saqla. Birovlarga aytib yurma. Agar aytib qo'ysang, uning g'azabini keltirib qo'yasan, ishonchini yo'qotasan. Bunda tuzayotgan oilangiz buziladi. 10-chi o'git. Eringning dinga to'g'ri keladigan barcha buyruqlarini ado qil. Ya'ni, hojangning dinga to'g'ri keladigan barcha buyruqlarini bajarishda tanbal bo'lma. Hech qachon unga nisbatan itoatsiz bir harakatda bo'lmagin. Agar shunday bir harakat bo'lsa, senga kin saqlab, oxiri dushman bo'ladi. U senga dushmanlik yo'lini tutsa, sen ko'p zarar ko'rasan va qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Bu 10 o'gitning amalga oshishi chinakam saodat va baxt sababchisi bo'lsa, ne ajab. Har holda bularni bajarish bizlarga bajarmaslikdan ko'ra ko'proq baxtli onlarni taqdim etishi aniq. Shunday ekan, jamiyatimiz mustahkam va baxtli oilalarga o'z mas'uliyati va vazifalarini to'la his etib, ularga amal qiluvchi er va ayollarga to'la bo'lishini niyat qilamiz. Zero, isloh qilishni o'zimizdan boshlasak, o'zgalar ham bunga ergashishlari aniq. Yaxshiliklarimiz ziyoda bo'laversin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.